Onasi, bugun Moskvada hamma ishimni tugatib ertalab vatanga. Oldilaringizga qaytaman. Yo. O'g'lingiz kontraktga o'qishga kirdi, uni to'lash kerak. Yana 1 yil ishlang, keyin qaytasiz. Mayli, onasi, yana 1 yil o'g'lim uchun ishlayman. Onasi, bo'ldi, men ertaga Moskvadan O'zbekistonga qaytaman oldinga. Kontrakt pulini to'pladim. Yo, hali kelmang. Mashinaga to'lov qiluvdik-ku, sizdami? Ayani BMWda oti qurg'ur, o'sha yana narxini ko'taribdi. Yana 6 oy ishlang, birato'la qutulib mashinali bo'lib keyin qaytasiz-da. Bo'pti, mashin bo'lsa mashin, yana 6 oy ishlayman. Alo xotin, 6 oy bo'ldi, pulni topdim, qaytsam bo'ladimi endi? Yo. Hali kelishda xayolingizga ham keltirmang. Mana bu qizimizni bo'yi yetib qolgan, uni uzatishimiz kerak. Mana bu kreditdan qarzimiz bor, uni to'lashimiz kerak. Mana bu uyni tomini yopish kerak. Yana 5 yil ishlang dadasi, shu bilan hammasidan qutulib, mazza qilib yashaymiz. Ha, bo'ldi, chirirkanimda yana 5 yil Rossiyada chirirkanim. Bo'ldi, men Volga daryosiga o'zim tashlayman. Shu 5 yildan beri yo'qolib ketgandan shu mardakcha bir telefon qilaychi. Allo. Алло, здравствуйте, кто это? O'zing kto? Это я, Миша. Xazaykaning o'g'limisan? Machik, Jabbar akaga telefonni berib yubor. Сейчас. Папа, тебе звонят. Senin yarın Moskavlarga ketdi